Mana shu yerdagi yog'ochlarni olsam, mana shunday yana daraxt kerak. Bu daraxtlar ham yaxshi bo'lmaydi, juda katta. Hammasini olib ketaman. Ha, demak yangi yil kechasi bo'lib o'tadi. Kamerani yo'qmi? Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek bu men Jako. Bugungi videomizda nima qilyapsan deysizlarmi? Har doimgidek o'rmonda boltachamni olib nima qilyapman? Har doimgidek qarochi daraxtlarni chopyapman. Men nimaga daraxtlar chopyapsan Jako desalaring, menga mer aytdiki, borib Jako bir ikkita yog'och terib kelmasang. Chunki deganda hademay bolalar bilasizlar, uje qish keldi, dekabr. Hozir dekabrning 16-sanasi, hademay yangi yil boshlanadi. Shu sababli biz qishloqlar bilan birgalikda yangi yilga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qarochi mana yog'ochlar terib olib boraman. Bilmayman mer qanaqadir sahnami nimadir qilmoqchi. 31-dekabrda qishloqlar bilan birgalikda katta tantanali ravishda yangi yilni kutib olmoqchimiz. Sizlar ham bolalar qarab o'tirmasdan iltimos, yangi yilga hali 2 haftagina qoldi. Iltimos bolalar 100 tagina obunachi so'rayapman. Attiga 100 ta. 100 ta bo'laylik bolalar. Shundagina videoni pauzaga qo'yib, videoni pastdagi obuna tugmachasini bosing va videoga like bosing. Bo'ldi, boshqalardan hech nima so'ramayman bolalar. Qandaydir bolalar gapirguncha makillab qolyapman, qandaydir hayajondamanmi, bilmadimmi, iltimos, lekin bolalar aniq 100 ta bo'laylik. Chunki deganda 100 ta bo'lsak menga juda katta motivatsiya bo'ladi, ya'ni yangi yilga sovg'a deganday zo'r bo'ladi. Daraxt ekib ketsakchi mana shu yerga. Hoppa. Cho'pakni oldik. Suvga tushish niyatim yo'q, obunachilar. Atak obuna bo'lsalar yomon zo'r bo'ladi bolalar. Men ham har safar o'ylayman bolalar, qachon meni kanalimga har xil xabarlar keladi. Sizni kanalingizga u kishi obuna bo'ldi, siz kanalingizga u kishi obuna bo'ldi. Like uncha bo'ldi, kimdir komment yozdi deb. Sizlar ham komment yozsalar men ham javob qaytargim keladi bolalar. Qarochi nima deyishdi, bilmayman, ko'ryapsizlar bolalar. Bilmadim, lekin oldilar bunchalik ko'p makillamasdimi, qandaydir hayajonni. Atak bo'lasizlar, tap obunachilar 100 ta qilsalar-ku, bunday gapirishni nutqlarimni o'zgartirdi. Chunki men yana bitta kanalim bor, u yerda lekin yomon chiroyli gapirib qo'yaman. Atak bolalar, mana nimaga yasadinglar? Axir bu rushotkani Jo'xa ham yasagan-ku desalaring. Ha, men ham Jo'xa fikridan foydalanmoqchiman. Chunki deganda qandaydir ham chiroyli, qulay, zo'r. Ki mana ahmoq jitlar kirib bosib taylamaydi meni agarotimni. Lekin hali bitmagan, eng qizig'i bizning qishloqda yangilik, ko'ryapsizlarmi? Do'kon. Bu oziq-ovqat do'koni, lekin bolalar, oziq-ovqat. Sizlarga aytdim-a, yangi yil keldi, qishloqlar avvalgiday emas, mana qishlog'imizda hamma yangi yilni kutib olmoqchi, shunga bezaklar olib kelib qo'yishgan. Atak bu yerda men ham borman, mana men ham og'zim ochiq turgan eng qiziq gilamcham bor. Eng qiziq qaranglar, nima olib keldim. Ana bu hammasi emas bolalar, ki pardalar olib kelib qo'ydim, yangi. Soatim yo'q edi, soat olib kelib qo'ydim. Oh my god! Wow! Shkaflar, endi bilasizlar, shkafda nimalar bo'ladi, Minecraft'da olib yuradigan narsalar. Tak, bu har doim kerak. Merdi uyi, bu yer qishloqlar. Qalaysan qishloqi? Salom alaykum amal. Yog'ochlar merga berib kelaylik. Eshik taqilab o'tmaymiz oldingidek. Shundaygina bosamiz. Mer qilsam bo'lam. Kiraver Jako. Tak. Salom mer, qalaysiz? Yaxshi bo'lsa Jako, men aytgan ishlar qildingmi? Qildim. Mana hamma narsangizni olib berdim. Mana bloklar qayerga qo'yay? Shkafimga solib qo'y. Yo'q, meni o'zimga ber. Hozir. Hop, mana bu kim? Ishing bo'lmasa tez chiqaver, bo'ldi, boshqasiga ish yo'q. Mayli. Mana nima kerak? Savol. Mana shu ham kerak emas.
bular qandaydir yangi yil yaqinlashsa, qandaydir shukuh bo'ladi, qandaydir xursandchilik, o'z-o'zidan xursand bo'ladi. Eng qizig'i baribir boydi qaranglar, boydi uyini, darrov mebellarni yangilab taylar ko'rdinglar. Ammo-ku endi boriga shukur nolimaymiz bo'ladi. Men hali fakir ishlatayotgan ekanman, eng qizig'i. Men fonar qo'ygandim. Almashtirib ketishibdim ekan bundan. Eshib tush ko'rmaganman. Tak, nima qilsam ekan? Merda oldiga boraychi, balki biron bir ish berar. Yangi yil kelyapti. Sig'may qoldim, balki. Mer, nima deysan? Abi yo'qchilar hal. Uzr, urib avali, nima deysan? Yangi yilga tayyorgarlik ko'ramiz. Bir ikkita sovg'alarim bor. Senga ish topgandim, qilasan degandingiz. Qanaqa ish bor? Sir bo'lmasa ayting. Aytgancha, men senga shu ishni bugun qilasan deb aytmoqchi edim. Qanaqa ishni? Bizni bunker deb, короче, bizni savdo sotiq do'konimiz bor-ku. Omborxona. Omborxonamiz. O'sha yerdan borib kerakli resurslar olganda bitta ochiq maydonga chiroyli qilib sahna qilib qo'y. Yangi yilni kutib olgani. Qishloqlarga surish joylar qilib. Короче, nima bu demoqchi bo'lganingizni tushundim. Короче, bolalar nima demoqchi? Hozir kamerani oldiga o'tkazib olay. Gapi bilan mer nima demoqchi bo'lyapti bolalar? Biz nima qilamiz demoqchi. Mana qayerdandir ochiq joyni topaman. Tushuntiraman men sizlarga bolalar. Mer nima demoqchi bo'ldi bu gapi bilan? Yangi yil kelyapti-ku, biz qishloqlar bilan birga yangi yil kutib olamiz dedim-ku. O'shaning uchun bir katta maydon kerak, xuddi bir sahnaga o'xshash. O'sha yerga hamma qishloqlar yig'iladi, men ham, mer hamma bo'ladi. Sovg'a tarqatadi, bayramda kechasi 12 gacha kutib olamiz. Archalar bo'ladi deganda, o'sha sahnani sen qurasan deyapti mer. Zo'ra, atak yaxshi ishni men qilsam. To'g'rimi Jitel? Obuna bo'l. Men ham shu Jitellar aytganini qilgan bo'lardim. Obuna bo'linglar bolalar, tez 100 ta bo'laylik, iltimos, please. Kerakli resurslar Jako qayerdan olasan desalar, mana aka bizning boya aytgan nomorxon salom Jitel, hozir ichkariga kirib salomlashamiz. Salom Jitel, men bir topshiriq bilan mer jo'natdi, mer nima farqi bor? Jako, salom. Mana to'g'ridagi sazoqlarda olaver darsalardi. Bo'pti tak, bu yerda nima bor? Mana kerakli narsalar. Bizga hozir bloklar kerak, mana. Bloklar hammasini olamiz bolalar. Bo'ldi. Hamma narsani oldim shekilli. Hoppa. Mana bu yerda yo'qmishdimi? Yo'q ekan. Bo'pti, saqlanib qurib bo'lgandan keyin kelaman, hamma narsani beraman. Lekin eng qizig'i bolalar, sahnani qayerdan quramiz? Bizga hozir endi bu kerak emas. Mana bor-ku. Bolalar, mana ochiqcha. Yana bitta savol tug'iladi shunda. Qanaqa savol desangiz, sahnani qanday dizaynda qursam ekan? Bilmadim. Bo'pti, mana hozir balandroq qilamiz. Mana shu yerdan bloklarni qo'y. Qo'lim qiyshiq. Shunday payt bolga ko'tarib yuribman. Kirka kerak o'zi bizga. To'g'rimi bolalar? Men qaranglar nima ko'tarib yuribman. Hoppa. Mana shunday, mana shu yerga kirkan bo'lish kerak. Aytdim-ku, kirka mana ekan. Bo'ldi. Mana shunday. Bugun agarotda ishlamayapsanmi? Agarotdan daromad topardim-ku desalar, yo'q. Bunday kunda men agarotda ishlamayman. Babi agarotimdan ham ko'ra muhimroq ish bilan shug'ullanyapman. Bo'lmasa meni bilasizlar. Haydab o'rsha aniq mer. Mana shu chiqib hoppa olamiz. Mana shunday. Juda katta qilmaylik, juda chekka ketib qoladi. Baribir hamma ham tepaga o'tirmaydi. Короче, mer asosiy odamlar yuqorida bo'ladi. Tepan qandaydir sahnaga o'xshash narsa. Sezgan bo'lsalaring sal qotishlar bor, sal. Shekilli, yana bilmam sizlarga
qanday qotyapti. Aytgancha bolalar. Bolalar, sizlarga savolda. Sizlarga yangi yil yoqadimi yo Navruz? Qanaqa bizda milliy bayram yoqadi? Endi yangi yil milliy bayram emas. Misol menga yangi yil yoqadi, Navruz ham yoqadi. Короче, bu bilan nima demoqchiman? Tezda kommentga kiring. Sizga yangi yil yoqadimi, yo'qmi? Chunki deganda bir xillarga yangi yil yoqmaydi, bir xillarga yoqadi. Sizga qanaqa bayram yoqadi? O'shani kommentga o'tib yozib qo'ying. Обязательно o'zim o'qib chiqaman. Nimadir bo'lsa ham komment to'ldiringlar bolalar, lekin negativ kerak emas. Sen desalang, chunki men gapirishni mashq qilganim yo'q. Sen gapirishni mashq qilsam desalang, ha to'g'ri. Video olishimdan oldin birinchi mashq qilaman, qandaydir bir chiroyliroq gapirish bo'yicha. Chunki hozir men mashq qilmadim. Shuning uchun qandaydir gapirishlarni bir qishloqlarga o'xshab qolgan, ey. O'zimga ham yo'q ketgan gapirishim. Tak, qana juda katta bo'lib ketishikli bo'lamkan. Sal uzunroq qilaylik, axir yangi yil kuni bu yerga bizni qishloqlarimiz ham bu yil ko'payib ketdi. Juda ko'p ular. Mana shunday. Mana shu yerda yana bitta blok yurg'izsak, mana bu nima kerak? Shu ancha Minecraft o'ynamaganman. Даже uy qurishlar esimdan chiqib ketdi. Yana menga asosiy ishlarni men topshiradi. Nima bo'lganda pulimni bersa bo'ldi. Tak, endi orqaga nimadir qilmoqchi edim. Mana shundaymi? Shundaymidi? Tak, to'xtanglar, bitta dekoratsiya yasaymiz sizlar bilan. Mana shunday. Hozir zippa bor, hamma narsani olib kelaylik-da bolalar. Axlat chiqindi xonasi. Bizda bomijlar yo'q bolalar. Bomij o'lganmi? Hali yo'q, bunday narsalar bilmadim. Tak. Bular yo'q. Bu bizga kerak emas. Pishirib yeymizmi hozir? Stullar kerak. Hozir ko'p narsa kerak emas. Asosiy narsalar olaylik. Mana bu kerak o'zi asosiy narsalardan. Qani. Mana ke archani oldim. Tak, eshikni yopayin, sovuq kirmasin. Tak, mana shu bu gul menga nima kerak? Mana shu hozir men nima qilmoqchi bo'lganim qo'yishdan istaga bo'ldi. Ana. Endi mana bu buni qo'yamiz. Aha. Qanaqa stul qo'yish ekan? Stul qo'ying. Uzunchoq stullar yo'q ekanda, o'rnatishlar. Uzunroq bo'lgani yaxshi, Mana birlashtirdim. Yo'q, bo'lmas ekan bolalar, birlashtirib bo'lmaydi. Stul oldik. Mana shu yerga mana shu yerga 2 kishi o'tirsa bo'ldi, hokim bilan yana bironta yordamchimi? Hokimni o'zi turadi, kim bilar. Mana nima bu qo'shish kerak. Yerda kerakli narsalar bo'ladi. Bu yerga ham обязательно stul qo'yish kerak. Bu yerga ham kimdirlar o'tiradi chunki archani hozir merda mana bilan qo'yamiz. Tak, archa shedan. To'xtanglar. Hop. Archa to'xtaylikda. Mana shedan qo'yamiz. Bo'ladi. Короче, ko'p bosh tortmaymiz-da. Quramiz, bizga qanaydir yangi yil kutib olish uchun vazifa berildi, bo'ldi. Oddiygina kutib olsak ham bo'ladi. Hashamat nima kerak, to'g'rimi do'stlar? 1 yilda o'tadi ketadi. Bir kunda degan, 1 yilda degan. Tak, yana balandroq qilish kerak. Qip-qizil blok bilan chiroyli chiqar ekan. Hoppa. Vah. Mana shunday.
Bo'ldi. Tak bu yerga bizni raisimiz, merimiz o'tiradi. Yana mana shu yerga nimadir kerak-da. Tak mayli aholiga stullar o'rlab chiqsak. Endi o'tga o'tirsa ham o'lib qolmaydi bizniklar, to'g'rimi? Hali qishloqlarga nima kerak? Mana shunday. Yana nimadir qo'ymoqchi edim. Hozir yana nimadirlar bor-da. Yani ko'p narsa olmadik bu yerga. Chiroq. Bularni hammasini olish vaqti keldi. Обязательно bu kerak o'zi. Sovg'alar ham bor ekan, eng qizig'i. Demak, men to'g'ri aytgan ekan, sovg'a beraman deb. Böyle hamma narsani oldi. Tak chiqdik. O, mana ke qishloqlar mazaq o'tiradigan umiddaman bolalar. Endi bu bizga kerak emas. Yana shamni qo'yamiz, buni qo'yamiz. Bilmadim nima narsa bu. Cho'y kerak narsa. Mana bu buyoqqa turadi kunday. Короче, buyoqqa shtima qo'yib bo'lmasin, короче, bolalar. Mayli, hech yo'q. Mana shu yerga qo'ydik. Buyoqqa ham soat qo'yam 1, 2, 3 deb turadi. Aytgancha mana o'zi shu narsa uchun oldik-ku, shu narsa uchun. Hoppa, mana buni qo'ysak, mana bunda o'tiradi bu yerda. Mayli, archa qo'yib qo'yaylik. Chiroyli turadi. Mana shu yerga hamma narsani qo'ydik. Uncha ko'p emas biz bu qishloqda hamma yetsa kerak. Qandaydir bir yangi yil kutib olgani yaxshi. Nima bo'lgan sovg'alar. Bir ikkita sovg'a qo'yib chiqsak, yosh bolalar o'tiradi shu yerga. Beqayim uyum sovg'a ochilar ekan senkilar. Archa ustiga sovg'a qo'yyor. Короче, bo'ladi do'stlar. Agar hozir mana to'g'rilaymiz. Bolalar, sizlarga savolda mana shu qurgan narsam sizlarga yoqdimi? Yangi yil kutib olgani chiroyli qandaydir proyekt bo'ldimi yo'q bolalar? Agar chiroyli chiqqan bo'lsa like bosinglar va kanalimga o'tib obuna bo'linglar. Misol meni o'zimga yoqdi. Babi mehnatim ketdi. Chiroyli qandaydir kech tushgan pat, aytgancha kech tushgan qanday ko'rinar ekan? Kech bo'lganda sizlarga hozir videoni yoqib ko'rsataman. Bolalar, mana qaranglar. Kech bo'lganda chotki bo'lib turar ekan, chiroyli bo'lib. Endi hali svetlar qo'yilmagandan qo'yilsa hamma joy chiroyli bo'lib ketadi. Yangi yilda mazza kutib olamiz. Hali bezaklar qo'yiladi, merga bo'lmasa men aytay. Men qildim, sahna proyektlar qurib oldim. Yangi yilda bemalol mazza kutib olsak bo'ladi. O, Jakosi buncha tez bo'lasan deb o'ylagandim. Kamida 2 kunlarda tugatsan kerak deb o'ylagandim. Meni kim deb o'ylayapsiz? Men bilasiz-ku, men chaqqaman qurish degan narsalar yoraveramanu, prosta qo'ylim chiqqan hozir. Anchadan beri uy qurmagandingda Minecraft o'ynamay ketding. To'g'risini aytsam, Minecraft babi legenda. Bo'pti, mer yaxshi yod turing. Kelayotgan yangi yilingiz bilan. Serial. Tak, bolalar, sizlarda ham kelayotgan yangi yillaring bilan videomda agar shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, albatta kattakon rahmat. Bo'lmasa men tinchgina uyimga ketdim. Hammaga xayr.